hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti, Amerika Davlat bexatarligi ministrligi, Amerika ko'chmanlar mulozimati idorasini Amerikada yashayotgan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarining panohlik iltimoslarini, shundaqla yeshil kart iltimoslarini tasdiqlashiga chaqiriq qilish uchun 2022 yılı 8 Mart günü namoyish elib berishni o'rinlashtirdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer efendining chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hammanglar ma'lum bo'lganidek, mushu bir necha qatim biz mushu Arlingtondagi Asylum Office'ninki, ya'ni devletning panohlik iltimos qilish ishxonasining oldida va yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldida bir necha qatim xalqimizningki bo'lib mush Amerikadagi asylum masalalarini hal qilish uchun asylum iltimoslarini panohlik tuzitish uchun bir necha qatim namoyish qildik. Gerçi bununki ba'zi kishilar buning qarshi söz ve yoki hareketi bo'lgan bo'lsa-mu, bu bizniki namoyishlarimiz nayt muvaffaqiyatlik bilan natija qozondi. Birmuncha qarindoshlarimizningki necha yilning yozi besilib qolgan panohlik iltimoslari haqida Amerika hukumati ularni chaqirib ba'zilariga intervyu, ya'ni ki şu asylum masalasi to'g'ri so'zlashibdi, ya'ni ba'zilariga green card ne beribdi. Şunun bilan biz bu müşahideki atrofdagi ba'zi kishilar bilan va tashkilotlar bilan birlikda umumiy xalqning masalasini sizdan harakat qilib, sizdan hal qilaylik deb necha qatim suhbatlashdik. Bir aydan oshdi, lekin bir natijaga, bir o'rtaq bir qarorga hozir qadar kelolmadik. Shuning uchun xalqimizningki bizga aloqalashib nurg'un kishilar shu namoyishni bitizdan qilsak bo'ldi, yana bir boshqalar alsak immigrationdan chaqiribdi, biznikini bir qilsak, bir namoyish qilsak bo'ladi deb bizga xabar aloqalashgandan keyin biz şu yana bazı kishilar bilan aloqalashib qanday bo'ldi desak, ba'zilaridan yani şu voy qilamiz, voy anda qilamiz deb jimjitlab ketdi. Shuning bilan biz vaqt munosabatlik bilan suzlab ketmasin deb şu Amerikaningki vatan bexatarlik ministrligi, ya'ni US Department of Homeland Security şu Amerika panohlanish ishlariga immigration masalalarininki bosh idorasi shulg'i mas'ul idora bo'lgandan keyin shu yerga namoyish o'rinlashtirdik. Shu oldimizdagi 3-oyninki 8-ida. Nima uchun 3-oyning 8 deganda, hamda hozir nima qilsak, eng kam deganda 2 hafta vaqt bermasak, ma xabarniki shu xalqimiz arasida ruxsat so'raydiganlar, ishi bo'lganlar ruxsat so'rab o'zining ishiga ega chiqish uchun bir vaqt berish uchun. Ikkinchisi, biz masal tayyorlik qilishimiz kerak. İltimoslarimizni nima degandek, masalan, ruxsat iltimoslarini nima yozimiz, xabarlarga muxbirlar bilan aloqalashib, boshqalar bilan aloqalashib, namoyishni bir cho'ngroq bir namoyish qilib, bütün xalqimizning ishini bo'lib Amerikadagilarning ishini bir hal qilishniki tizimli bir chorasini uchun shuni qilyapmiz. Aldı bilan asosan bu namoyishniki shu Amerikada siyosiy panohlik izlab siyosiy panohlik texnik alanmagan qarindoshlarimizniki ishini oldirib suramiz. Shuni tuzitish uchun chaqiriq qilamiz. Onundan surat yana dünyanın her qaysi joyidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bo'libmi Uyg'urlarni boshqa davlatlarda bexatar ostidagi Uyg'urlarni Amerikaga ko'chman bo'lib qabul qilishini, masalan, yili 2022 yilga Amerika hukumati 125 ming odam qabul qilamiz ko'chmanlardan dedi. Biz talabimiz eng oz deganda 2500
kişini, 125 bin kişiden 2500'ninki Şarkı Türkistanlık, yani Uygur, Kazak ve Şarkı Türkistan'dan Xitay ırkı kırgınçılık tüpeylerden başka devletlerde kaçıp görgen yerde bir hatarlık aman bolmagan kişilerninki Amerika'da köçmen bulup kabul kılışını çağırıp kılımız. Ve müşahedeki nurgun karendaşlarımızınki bilirsiniz Amerika'daki yaşavatkan siyasi panalık kılavatkan karendaşlarımızınki nurgun tukkalları, balları, ayalları veya ki irileri digendek ayak atanılları ya Türkiye'de ya başka yerde hatarlık aslında yaşavatıdır. Şunun için ulanımı Amerika'ya köçmen kılıp ekkilişini çağırık kılınız karendaşlar. Biz bunu tizden tüküzmesek, tizden biz çağırık kılmasak. Yani umumi şark, şu Uygur teşkilatlar, Şarkı Türkistan teşkilatlar şu DHS'nin aldık berip aldığımızdaki 3. ayın 8'de tizden çağırık kılmasak o vakit tuşa ütevegen sıra 125 minstan tuşap gitti o. Hazır Afganlığınki 20'si Afganlığı igillap oldu. Bizge hem de az degende bir 2500'nü kabul kılış için biz çağırık kılışımız gerek karendaşlar. Biz özümüzün meselemizge özümüz köngül bilsek işimiz hal buladı karendaşlar. Biz özümüzün meselemizge köngül bilmesek şu suzluğa vurdu. Biz kançılığı ki işimni hal kıtpa edip Amerika hükümetinden talep kıysak Amerika hükümeti sen mende yardım sorun da bizni urup yaki turumu sulap koyap yaki başka bir şey nasıl kılmaydı o. Yaki bizni Amerika karşı hareket kılavatsan da bunda eyiplemeydi o. Bazınınki tətü teşvikat vek. Ekstra Amerika hükümeti hoş bulap bizning işiga malı köngül bilediken biz malı ırkı kırgınçılık astı ırkı kırgınçılık kılavatı dep kabul kıygandı malığı bir yardım kılaylı dep yardım kılıdı karendaşlar. Ama hemen narsa bizge bağlı. Biz otağa çıkışımız gerek. Şunun için barlık etraftaki karendaşlarını teşkilatlarını bulup mu immigration meselesi bulavatkan karendaşlarımızın Amerika'nın emmeyeceğiydi ki meyli Kaliforniya'dan bolsun, meyli New York'tan bolsun, meyli Boston'dan bolsun. 3. ayının 8'deki Amerika'nın payitahtı Washington DC'deki Homeland Security, Department of Homeland Security yani Vatan Bexatarlık Ministerliğinin aldıdaki namayişimizde katnışınlarını üzerindeki şınlığa mesuliyetçen buluşunlarını çağırıp kılınızdır karendaşlar. Ma videonu takip koyuşunlarını anandikin ma Şarkı Türkistan Milli Oygunun Şarkı'nınki Facebook sayfasında şu flyer şu ilanını mu aşağı çıkarıp koyduk. Haber tapmaganlarga haber berip koyuşunlarını ümit kılınız. İnşallah aldığımızdaki 3. ayının 8'de sizler bilen şu DHS'nin aldıda birlikte özümüzün haklarımız için birlikte namayış kılışımızı nisip kılgay, şu yerde körüşük nisip olgan. Assalamu alaikum. Newsweek'ning 22 fevral xabariga qaraganda Xitoy Amerikani keng ko'lamli chetishdan ogohlantirdi. Amerika va Xitoyning yuqori darajali diplomatlari telefon orqali olib borgan suhbatda Tayvan va Ukrainaga munosabatlik muhim nuqtalar haqida to'xtalganda Washingtonning kun tartibida davomli Xitoyga qarshi raqobat bo'lganda ikki boshlamchi davlatning butunlay to'qinishga qarab yuzlanganligini ogohlantirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib seshanba kuni kechda tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi orasida o'tkazilgan Shimoliy Koreyaning navbatdagi ahvoli, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga aloqador telefon suhbatining asosiy mazmunini oshkorladi. Amerika tashqi ishlar bayonotchisi Ned Price Ukrainaning egalik huquqini, zamin butunligini qo'llash kerakligini aytdi. Bayden hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaning sharqidagi Donbas rayonida o'zini jumhuriyat deb jakalagan bo'lguncha guruhlarni e'tirof qilganlik va ularga tinchlik saqlash qismlari avatganligi, Ukrainaga aralashishning yo'lliq ekanligini bildirish uchun jazolash tadbirlarini oshkorlashga tayyorlanayotganda Antony Blinken Twitterda o'xshash maydonni ifodaladi. Tashqi ishlar ministrligi yana Blinken bilan Wang Yining telefon suhbatiga aloqador bo'lgan ikki tarafning munosabatiga chetishliq ikki dokladni oshkorladi. Wang Yi ikki davlat rahbarlarining o'tgan noyabrda o'tkazilgan ikki davlat boshliqlarining sinliq yig'inida hosil qilgan o'rtoq tunishni yo'lga qo'yishni talab qilib, Xitoyning Xi Jinping o'tirg'a qo'ygan o'zaro hurmat qilish, tinchlikda birga turish va o'zaro hamkorlashishdan iborat 3 prinsipiga rioya qilib, ixtilofni unumli turda hal qilib,
Xitoy Amerika munosabatini muqimlashtirishni xohlaydiganligini bildirdi. Va mushu oyning 5-ida Bayden hukumati e'lon qilgan Hindi Tinch okean strategiyasi Xitoyni bo'ysundirish uchun Tayvanni qo'llanish strategiyasini yo'lga qo'yganligini tanqidladi. Shundaqla Amerika bilan Xitoy o'rtasida raqobat va hamkorlik munosabatining mavjudligini, odatdagi raqobat orqali ikki tarafning munosabatini tushuntirgili bo'lmaydiganligini, bir qism Amerika amaldorlarining Xitoy bilan Amerika o'rtasida keng ko'lamli to'qinishga aylanishini keltirib chiqargan Xitoy bilan uzun muddatlik keskin raqobatlashishni tashabbus qilganligini, Amerikani prezident Baydenning va'dasini amalga oshirish uchun konkret tadbir qo'llanishga yana bir qatim chaqirganligini, Xitoy Amerika munosabatini sog'lom va muqim taraqqiyotning to'g'ri yo'liga qaytarish kerakligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Blinkenning Baydenning Amerika yangi so'g'uq munosabatlar urushiga qatnashmaslik, Xitoyning sistemasini o'zgartmaslik, Tayvan mustaqilligiga qarshi turish va'dasini qayta ta'kidlaganligini xabar qildi. Amerika amaldorlari Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qaratgan harakatiga qaytargan inkosidan umidsizlanganligini bildirdi. Chunki Beijing bilan Moskva faqat yangi davrda atrofliq strategik moslashtirishni kuchaytirganligini aytdi. Oldingi hafta Bayden hukumati Moskva rad qilgan taqdirda Rossiyaning tajovuz qilganligi to'g'risida qayta ogohlantirish berganda Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Amerikaga Rossiyaning bexatarligini qo'g'lashdagi qonunliq va muvofiq andishini qo'llab, har qaysi taraflar uchun ijobiy bo'lish kerakligini aytgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Amerika Xitoyning Ukraina to'qinishidan foydalanib, xalqaro jamiyatning diqqatini Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlari uchrayotgan irqiy qirg'inchilikdan, Tayvan, Hindiston va Hindi Tinch okeandagi tajovuzchilikdan yiroqlashtirishga urinishiga yo'l qo'ymasligi kerak dedi. Reuters agentligining 19 fevral xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi shanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari direktori Michelle Bacheletning atalmish Xinjiangga berib ziyorat qilishiga ruxsat qilganligini, ammo Xitoyning jinoyatini tekshirish maqsadida berishini qarshi olmaydiganligini aytdi. Bachelet uzundan buyon G'arb bilan Beijingning orasidagi munosabatni yiriklashtirgan bu masala uchun atalmish Xinjiangga berib Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan dafsanchiligini tekshirishni planlagan. Xitoy Xalq Jumhuriyatining kengash a'zosi bo'lgan Wang Myunxin bexatarlik yig'inida majburiy emgak yoki ma'rif lagerlarining hammasining to'qilma ekanligini, Xitoyning turlik bir taraflama qarash va ayblashlarni rad qilganligini, Xitoy hukumatining uchurlariga ishonishni umid qilganligini aytdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga inkos qaytarib, agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson huquqlari Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni tekshirmasa, undaqda Michelle Bacheletning ziyorati Xalqaro Qizil Kirist jamiyatining 1944-yildagi Zeysenstadni ziyorat qilganiga o'xshaydi. Bu Xitoyni faqat o'zini oqlash, tinivilishiga tashviqot yordami bilan ta'minlaydi dedi. Millatim, siz Allohning oldida ig'ir gunohkor. Siz dinni o'limga hukm qildingiz. Duolaringiz Allohni masxir qilish bilan barobar. Ibodatlaringiz Allohni avor qilishdan boshqa narsa emas. To'g'ri, namoz o'qing, Ramazon tuting. Ammo eng chong ibodat kurashdir. Men sizga qurtulishning dushmanlar bilan urush qilishda ekanligini bildirmoqchiman. Vatanimizni ozod qilish bizning g'oyamiz va Allohning amri. Bu amrga itoat qiling. Shifrimiz o'lgicha dushman bilan urush qilish bo'lsin deydi. Kafkas qahramoni Sheyx Shamil. Sharq Turkiston xalqining jiddiy vazifasi Sharq Turkistonni besib olgan tajovuzchi Xitoylar bilan kurash qilib, Sharq Turkistonni mustaqil qilishdan iborat. Bizning har qanday suhbat va istabliq so'rovlarimizda Sharq Turkistonni mustaqil qilishdan iborat bu ulug'vor g'oyani markaz qilgan holda suhbat va istabliq ilib berilishi, harakatlanishga chaqiriq qilinishi, diqqat tema boshqaga yetkazilmasligi, mablag' va kuch mustaqillik ko'rish uchun beg'ishlanishi lozim. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün için köp rahmet. Kelar qitimqi programımız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.